Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, katta katta savdo obunachilari. Bugun xudo xolasa Nexia 3 mashinamizni sizlarga qo'yib beramiz. Mashinamizni xudo xolasa avtokreditda oladigan bo'lsangizlar, oldindan faqatgina notariskiy оформление pullarni olib kelsangizlar bo'ladi. Shu mashinamizni oldingiz o'tirib beramiz. 3 yil oylik to'lov 3 million 400 ming so'mdan. O'zini agar naqd olaman desangizlar 78 million so'm. Mashinamizda metan bor, yumshoq bloklar bor, chexollar hamma narsasi qo'yilgan. Umuman rasvoti yo'q, metal motor taraflama hech qanday muammo yo'q. Yurgan kilometri 59 ming yurgan. Hadolar ham chotki. Görünüşü Xudo xolasa kelaverasizlar. Shu videoga bir dona like bosib tarqatib qo'yinglar, yurtdoshlar, shu kanalimiz rivojlanishi uchun. Faqat оформление puli bo'lsa bo'ldi shu mashinamizga. 7 dona.